Barchaga assalomu alaykum. Muzaffar Xo'rozlar kanalining obunachilar, aka-ukalar, do'stlar. Kelgandan bitta layklarni bosamiz do'stlar. Obuna bo'lib qo'yamiz. Bugungi videorolikimiz inshaalloh mana shu makon, mana shu xo'rozlardan tuxumlariga zag'azalamiz. Obunachilar, zotlar ishonchli, uyaltirib qo'ymaydi zotlar. Sinovdan o'tgan otolari. Bu ko'r. Buni o'yini Telegram kanalimizda bor ko'rinib, ozgina kecha bekorchi qildik obunachilar. O'zini hamtanasi bilan boqilmagan holati birinchi bekorchisi obunachilar. Mana shu makonlarda, mana shu xo'rozdan ishqibozi bo'lsa, tuxumlarni yig'ib beramiz. Aka-ukalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh mana shu makon 5 kilo 200 bola berib turibdi mana shu makon, qora makon. Ekranda nomer qo'yib o'taman. Bemalol o'sha ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar obunachilar. Sizlar bilan Muzaffar Xo'rozlar kanali admini bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bitta layklarni bosamiz do'stlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Ishqiboziga tuxumlarni yig'ib beramiz. Mana shu xo'roz, mana shu makonlardan 200% garantiyasi bilan chiqarib berib bilamiz obunachilar. Tuxumda dalnomamid demoqchi edim. Xo'roz 4,5 kilo. Bardoy. Mana holati ko'r. Maşallah, maşallah. Like'larni bosamiz do'stlar, like'larni bosamiz. Xo'roz 1 tulak, makonlar 2 tulak. Maşallah, canın sağ olsun. Do'stlar, like'larni bosamiz, like'larni ayamaymiz. Obuna bo'lib, bizni kuzating obunachilar. Salomat bo'ling, keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.